Narx va qadriyat o'rtasidagi farq nimada? Keling ko'rib chiqamiz. Narx qiymatga, mavjudlikka va bitimga qaratilgan. Qadriyat esa idrok, tajriba va transformatsiyaga qaratiladi. Narx bu mahsulot qancha turishini bildiradi. Qadriyat esa bu mahsulot xaridorga qanchaga tushishini anglatadi. Narx bu siz to'laydigan narsa, qadriyat esa siz oladigan narsa. Korxonalar narxni yetkazadi, brendlar esa qadriyatni. Korxonalar pastroq narx uchun raqobatlashadi, brendlar esa yaxshiroq tajriba uchun raqobatlashadi. Biri mijozlarni chegirmalar orqali jalb qiladi, boshqasi esa doimiy mijozlar yaratadi. Narx bo'yicha raqobat sizni oddiy qiladi, qadriyat bo'yicha raqobat esa sizni almashtirib bo'lmaydigan qiladi. Agar siz o'z profilingizni sotuvchan qilib оформление qilishi va mani blogimga 70 ming jonli obunachi olib kirgan maxsus sxemamni o'rganishni xohlasangiz, 14 kunlik Insta aktiv marafonimga qatnashing. Unda siz har qanaqa yo'nalishda uchib ketadigan reelslar uchun kontent g'oyalarini tez tuzishi, tez va oson montaj va syomka qilish sirlarini, trendda yuradigan stories maker bo'lishi va sun'iy intellektni ham o'rganasiz. Marafon haqida batafsil ma'lumot olish uchun aktiv so'zini yozib qoldiring.